Sevimli dostum, 365 günlük tanıştığın səfirimizdən 11. günüge bədəllərinizni təklif qıb gəldim. Bədəllərinizni birdən berib duruşni xalarsızmı? Bəlkim tanıştığınız məşqəyə siz tunç qədim qatnışıyatqan buluşunuz mümkün. Ondaqda biz nimləri diqqət qılmız? Aldı bilən bədenimizni ən rahat his qaldırdıqan kiyim-kechaklar bilan ta'minlaylik. Beshimizdagi lenta qisqushlarni elvitib, bədenimizga ozodlik beraylik. Bədenimizning eng rahat holatida qursqimiz bək ochma emas, bək to'qma emas holatda tinishlanish mashq qilib borsak, bizning bədenimizning qabul qiladigan signali texmi yaxshi bo'ldi. Tinishlanish mashq qilasiz, padashqon qurib o'tirsangizmi bo'ladi, yotsangiz bo'ladi. Amal bar tinch, ozoda muhit bo'lsa, texmi yaxshi. Tinishlanish mashqi sizning xiyollaringizni, his tuyg'ularingizni kuzatishingizga yordam beralaydi. Bugun biz bütün bədellərimizni asta boşlaylik. Aldı bilan belimizdagi 5 tal omurtqa tüyürükimizni bir-birlab boşlaylik. Badashqan qurib o'tirgan bo'lsak va yoki yotgan bo'lsak, albatta his qila olamiz. Badashqan qurib o'tirgan vaqtimizda quyruq so'ngak yer bilan uchrashadi. Quyruq so'ngakning das so'ngkimiz shundaqla das so'ngakning ustidagi bel umurtqa tüyürükimizdan 5 parcha bel umurtqa tüyürükimizni bir-birlab erkin qo'yib Aslında sanğan vaqtidagi birinchi bel umurtqasini rahat qo'yib deylik. Aslında sanğan vaqtidagi ustiga ikkinchi bel umurtqa tüyürükimizni rahat qo'yib deylik. Aslında ustiga sanğan vaqtidagi uchinchi bel umurtqa tüyürükimizni rahat qo'yib deylik. Aslında sanğan vaqtda 4-cü bel umurtqa tüyürükimizni rahat qo'yib deylik. Aslında sanğan vaqtimizda 5-ci bel umurtqa tüyürükimizni rahat qo'yib deylik. 5 tal bel umurtqa tüyürükimizni bir-birlab rahat qo'yib etgandan keyin bel umurtqasimizda iliq sezimning mavjud bo'lganligini his qila olamiz. Bel umurtqa tüyürükimizning haroratlangan holatida ko'zingizni yumib, badaningizni menga birdan berib turing. Nafas so'mirgan vaqtingizda bel umurtqa tüyürükingizga diqqatingizni berib beqing. Nafas chiqargan vaqtingizda bel umurtqa tüyürükingizni erkin, ozoda qo'yib turing. Nafas so'mirgan vaqtingizda bel umurtqa tüyürükingizga diqqatingizni bering. Nafas chiqargan vaqtingizda bel umurtqa tüyürükingizni erkin, rahat, bo'sh qo'yib turing. Uzun mezgil jiddiy holatda turgan bel umurtqa tüyürükingiz aram olishga bekmi ehtiyojli. Bugun biz bel umurtqa tüyürükimizni bo'sh qo'yib deb rahatlantiraylik. Bel umurtqa tüyürükimizning yengil sezimini his qilaylik. Belingizdagi og'riq sezimlarning nafaslaringizning chiqishiga ergishib asta-asta yo'qolib ketayotganligini his qilasiz. Bilingizning badaningizning harorati bilan asta-asta isibatganligini his qiling. Bedengizning
asta-asta siz o'ylagandimi bək bo'shayotganligini, rahat his qilayotganligini his qilib. Bizning bilimiz, kindikimiz bütün badanning markazi. Ularning besmi albatta oz emas. Bilimizni erkin qo'yayotgan vaqtimizda bilimiz bizga yana bir muncha zapas energiyalarni beradi. Bilimizni bo'sh qo'yayotgan vaqtimizda badanning qabul qilayotgan uchurini kuzatib boqaylik. Bilimizning bo'sh qo'yilgan vaqtida badanimizning topshirib olgan signalini qabul qilib boqaylik. Bugun biz bilimizni erkin, rahat qo'yib o'tish jarayonida energiya saqlash markazi bo'lgan qulplash texnikasini ikkinchi qadamda o'rganish uchun asos solmoqchi. Energiya qulplash darsimizning birinchi qadamida oldi bilan biz beldagi jiddiylashib ketgan muskul va so'ngaklarni rahat qo'yib beramiz.